gap yo'qlar, mikrofonlarni o'chirib qo'yaveringlar. Xo'p, okey, boshladik. Zapsda desmasam yo'qoldi. Mana zaps уже boshlandi. Okey, biz bitta o'tgan darslarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda progression plyus Fibonacci, ya'ni progression bo'lgandan keyin maksimumdan minimumga qarab tortamiz. 0.5-0.3 kirsona, birinchi take profit, ikkinchi take profit mana bayga. Okey, ikkita take profitni urib beryapti yaqin kunlardagi. Xo'p, okey. Mana sellga progression bayni sell yo'q bo'lyapti. Minimumdan maksimumga tortamiz. Xo'p, bizga narx 0.5-0.3 ga bermayapti, lekin Tezlashib ketyapti aka ovoz. 0.5-0.3 ga qarab harakatlanyapti. Qotib qolyapti donchi. Yo'q, gapiryapman. Qotib. Hammada shunaqami? Qotib qolyapti. Bilmadim, ne unaqa bo'lyapti. Yo'q, bizda normalniy, просто mana bu aka siz internet yaxshimas shekilli, ovozdan uzilib kelyapti. O'zi. Siz gapirayotganingizdagi ham shunaqa, shuning uchun sal sekinroq gapirsangiz, menimcha normalniy bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Progression yana mana Ko'p bo'lmasam aka dars boshlaylik. bo'lmay turinglar, iltimos. Men quloq va shi balaniga qo'yganman, quloqim bong'illayapti. Xo'p. Okey. O'tgan darsni ko'rsa yana o'tgan haftagi setaplar 2-3 kun progressioniyadagi setaplarni ko'rib chiqamiz. Bizga eng yaqin bergan misol uchun setaplardan bittasi paka betda yo'q edi. Mana bu yerda bitta setap berdi progressioniya ichida bo'lsa ko'rgan bo'lsanglar, buy switch'ni mana buy switch'ni yuqori soyasini ham, pastki soyasini ham, tanasini ham sell switch uchib yubordi. Minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Bizga birinchi kirish zona 0.5-0, 0.5-0.3 kirish zona bo'ladi. 0.5-0.3 ga kelmay ketib qolsa, agar biz shu narx selga harakatidan qo'shilib olishga harakat qilamiz. Birinchi take profit 1.618, ikkinchi take profit 2.618 bo'ladi. Okey, mana ko'rishimiz mumkin. Bizlar uchun 0.5-0.3 kelmagan, lekin switch keyingi switch bizga emas. Uzr, soyadan soyagacha tortiladi, men soyadan tanagacha tortib qo'yaman. O'zi aslida 0.5-0.3 kelib bergan ekan. 0.5-0.3 ga kelib berib, birinchi take profit mana, ikkinchi take profit mana. Vot. Ko'rishimiz mumkinki, bizga ikkita take profitni ham urib beryapti. Eng yaqin progressioniyadagi setup. Bu birinchisi. Undan keyin yana bitta setup bor. 0.5-0.3 ga tekis, 0.5-0.3 ga tekib oqib ketyapti. 75 punt full take profitni olib beryapti. Xo'p, undan keyingisi. Undan oldingi setupimiz progressioniya bilan bu mana. Maksimumdan maksimumga qarab tortiladi. O'sha maksimumdagi qo'rishdan pastki minimumdagi soyadan soyagacha tortiladi. 0.5-0.3 zona kirish zona bo'ladi mana. 0.5-0.3 zona. Soya tashlab ketyapti. Ikkita take profitni ham urib beryapti. Xo'p, undan ham oldingisi mana sell. Buyni sell yo'qyapti minimumdan maksimumga. Vot. 0.5-0.3 kelib bermayapti. Lekin shtob agarda narx kuchli sell harakatini boshlasa, iloji boricha imbalansda bo'lib nimadir o'zingizlarni sell setuplarni topib, iloji boricha sellga qo'shilib olish kerak. Chunki 0.5-0.3 dan o'zi asli kirish zona, lekin orada misol uchun kelmay ketib oqib ketib qoladi deb bu narsa bo'ladi ko'p holatda. Ya'ni 0.5-0.3 ga chiqishga kuchi yetmay qoladi, chunki kuchli sell bo'layotgan payti. Mana например mana. Bu mana 3 ta setup, uchovi ham hammasi o'xshab bergan. Xo'p. Qarang, mana yana Fibonacci. Yana buyni sell yopgan, minimumdan maksimumga qarab tortamiz. Ikkita take profitni ham urib bergan. Mana bitta mana maksimumdan maksimumga tortsa, birinchi take profitni urib bergan. Qaranglar mana. 0.5-0.3 dan kiramiz. Take profiti, birinchi take profiti mana 1.18. Даже mana bu mana qorani oq yutib olganni olma. E'tibor berasizlarmi bu qorani? Mana bu qorani oq yutib berib olganni olma. Даже ko'rasizlar, progressioniya bo'yicha setup qilsanglar ham, normalniy pribir qilsanglar bo'ladi o'zingizlar. Даже o'sha progressioniya ham win rate baland, ya'ni progressioniyani odamlar ko'p odamlar ishlatmaydi, ko'p bilsa ham ishlatgisi kelmaydi, lekin progressioniya zo'r. Setup jihatdan, setup berish jihatdan progressioniya keladigani yo'q. Xo'p, bugun o'tadigan sizlarga bitta likvidlar bilan ishlashni ko'rsataman. Ya'ni bitta nima bor? Anaqa indikator bor. Maslahat berardim. Luxalgo 12 bor. Luxalgo session sweep degani bor-da. Session sweep degan bu Luxalgo 12. Mana. Maslahat bergan bo'lardim. Normalniy yomon
anaqa emas. Hozir. Bir minut shuni telefonga javob berib oling. Qotib qolyaptimi? Yo, hali gapirmadilar o'zlari. Akalar, assalomu alaykum xonimlar. Zapis qilsa bo'ladimi? Nuqson deganlarmi? Nima deysizlar? Assalomu alaykum. O'zlari zapis qilyaptilar. Kanalga tashlab qo'yadilar. Ko'paga. Bo'l. Rahmat. Xo'p, davom etamiz. Mana qaranglar. Qotib qolmadi, prosta mana anaqaga oti nima edi? Telefon bo'lib qoldi. Okay, mana indikatordan mana bu yerda nima bor? Session Sweep Lux Algo degan odamniki bordi. Ya'ni Lux Algo bilasiz, professional smart money ichiga ham. Xo'p. U faqat sizlarga mana misol uchun ko'p kishi nimada qiynaladi bilasizlarmi? Buy site bilan ili sell site'ni ili sessiyalar bilan ishlashda qiynaladi. Ya'ni vaqtlari to'g'ri kelmaydi, ili vaqtlarini tushunmaydi, qachon sweep bo'lyapti, nima bo'layotganini tushunmaydi. Mana bu Lux Algo degan inson shu narsani chiqarib qo'yganki, ya'ni sessiyalarni vaqtini ko'rsatadigan va sessiyalarni sweep bo'ladigan nuqtalarni o'zi uchun chiqarib qo'ygan. Va misol uchun ko'rsatadigan indikator yaratgan. Ya'ni bu o'zini vaqti bo'yicha ko'rsatadi. Xo'p. Mana bu yerdan sizlar qiladigan ish faqatgina mana buni ranglarini ozgina pasaytirib qo'yasizlar. Ya'ni sizlarga asosiy fokusni chalg'itmaslik uchun bu sessiyalarning rangini ozgina pasaytirib qo'yasizlar. Sessiyalarning vaqtini ozgina pasaytirib qo'yasizlar-da. Faqat mana buni ranglarini yarkiroq qilasizlar. Ya'ni nimalarni oti nima edi? Sweep, bu sweeplarning vaqtida, mana sweep bo'layotgan payt, ya'ni sessiyalarni sweep qilayotgan paytini ozgina rangini balandroq berasizlar. Xo'p. Oramizda shu necha kishi imbalans degan narsani tushunadi, mana prям imbalans degan narsani biladi. FVG yoki FVG ni necha kishi biladi? Misol uchun ko'plar bilsa kerak deb o'ylayman, chunki FVG juda ko'p tarqalgan, YouTube'da tiqilyapti. FVG nima desanglar, mana shu ko'p inson bilsa kerak. Men prosta o'rgatadigan narsam, bu ham sizlarga 100% o'rib beradi emas, prosta o'zingizlarga tasdiq sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni buni o'rgatishdan maqsad Lux Algo'ning bu session sweep'i o'zidan oldingi sessiya qachon sweep qilayotganini va sweep qilgan paytda buy site'ni yoki sell site qaysi biri yechilganligini ko'rsatib turadi. Misol uchun mana bunaqa narsa bor. Deylik. To'g'ri? Chiqdi. Yechdi, to'g'rimi? Mana sell site'ni pastga qarab, nimaga qarab yurdi? Buy site'ga qarab. Tushunasizlarmi? Prosta buni yetsa, tepadagi likvidni yetsa, narx pastki likvidga qarab harakatlanadi. Pastki likvidni yetsa, yuqori likvidga qarab harakatlanadi. Ya'ni likvid magnit deb tasavvur qilasizlar. Likvidniyning magnit deb tasavvur qilasizlar. Yuqoridagi likvid yechilgandan so'ng, ya'ni o'zi rang qilib chiqaradi. Bu indikator rang qilib chiqaradi. Rang qilib chiqargandan so'ng, sizlar tasdiq bilan sell kirasizlar pastki likvidgacha. Tushundinglar? Ya'ni yuqoridagi session likvid yechilgandan so'ng tasdiq bilan sizlar pastga qarab, pastki likvidgacha yurasizlar. Deylik, narx teskarisini qildi. Narx yurib pastki likvidni yetsa, o'sha rang, mana bu rang paydo bo'ladi, o'sha indikator ko'rsatadi. Yechildi deydi. O'sha pastdagi likvid deydi. Siz tasdiq bilan o'zingizlarning analizinglar bilan buy kirasizlar. Tushundinglar? Bu prosta o'zingizlarga tasdiq sifatida ishlatsanglar ham beradi, xohlasanglar session sweep bo'lgandan keyin indikatordan ham qo'shilsanglar bo'ladi. Endi общий kunlarni ko'rib chiqamiz mana. Общий kunlarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. E'tibor beringlar. Mana bu holatda mana Osiyo sessiyasi mana bu qaysi kun? 12-may kuni ekan, ponedельник. Osiyo sessiyasi ochildi. Prosta dushanba kuni shoshilmasdan enter qilasizlar Osiyoni tugashini kutib. Mana Osiyoni low yechilyapti. Mana bu yerda aytayapti o'zi mana London yechdi deyapti mana. Ko'karyapti, ko'rdinglarmi? Ko'karyapti rangi. Rangi ko'karyapti-da, ko'karayotgan payt shu bilinglar, shu sizlarda buy idea qilishinglar kerak. Chunki pastki likvid yechildi. Narx yuqoriga qarab, buyga qarab harakatlanishi kerak. Va mana pastki likvid yechildi, sekin buy harakat qilgan payti imbalansdan qo'shila olasizlar. Deylik mana bu yerda. Hozir indikatorni bitta o'chirsam ko'rasizlar. Ya'ni mana boyagi rang ko'karib turdi, likvid yechilganligini bildirdi bizga va biz imbalans topib, orqasidan retestdan mana imbalansdan mana
buy side yechildi. Bizlar keyin orqasidan nima qildik? Qo'shilib oldik. Tushundinglarmi? Mana shu joyiga kim ham tushunmadi. Ya'ni bu mana pastki yo yuqori likvidni yechilganligini bildiradi. Bu mana ko'k pastki likvid yechilganligini, yuqori nima anaqa oranjiy rang yuqoridagi likvid yechilganini anglatadi. Deylik, likvid pastki likvid yechildimi, narx yuqoridagi likvid tomon harakatlanadi o'zi. Paplan Aziyani haygacha chiqish kerak bo'lgan, lekin narx uncha yurib bermagan. Sizlar mana ko'kargandan so'ng, narx sekin bay harakatlanib boshlagandan so'ng, ya'ni mana ko'k tepaga buzib o'tgandan so'ng orqaga retestdan bay kirishinglar kerak. Mana bu yerda misol mana, например. Tushundinglar? Zo'r. Ketdi yanada kansa ko'ramiz. Bu yerda mana London, shuni ko'rishimiz mumkin. Keyin Londonda hech nima holat sodir bo'lmadi. Faqatgina mana bu yerda New York AM ni New York PM yechyapti. Ya'ni ertalabki New York sessiyasini kechqurungi New York sessiyasi yechyapti-da mana. Bu ko'karyapti, ko'karib orqaga retest berayotgan payt mana imbalansdan kiryapsizlar. Va minimumga stop qo'yasizlar. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Imbalansdan kirsanglar, minimumga stop qo'yasizlar mana. Hozir indikator o'chirsam ko'rinadi mana. Mana kirdinglar, stop. Mana endi ko'ramiz. Mayli, bunda misol uchun stopga qarab 1 ga 3 ishlasanglar ham bo'ladi mana. Ketdi. 8 punkt ekan. Minimal uni qisqartirsanglar bo'ladi, faqat u uchun undan kancha tushuntirishim kerak-da, stop qisqartirishni. Undan narsaga kirib ketib qolamiz, xo'p. Deylik, mayli, 1 ga 3 ishlaymiz. Stop 10 punkt, take profit 30 punktga qo'yamiz. Mana 1 ga 3. Mana take 30 punktga qo'yamiz, qaylar mana. 30 punktga yopib chiqiladi mana. Yurib beryaptim 1 ga 3. Tekis 1 ga 3 yurib beryaptimi? Endi buni ko'ramiz, qaraylik. Stop olganimiz yo'q. Kirish zona mana o'sha sarg'a, ya'ni baynoqa yechilgandan keyin, pastki likvid yechilgandan keyin yuqori likvid tomon harakatlanish kerak bozor. Xo'p, yana yechildi, yana kiramiz, qaraylik. 1 ga 3 kiramiz. Kamida 1 ga 3 kiramiz. Xo'p, stop o'lchaymiz. Stop qaraylik. Stop 2,5 punkt ekan. 2,5 punkt. Mana kamida 2,5 bo'lsa, bizga 7,5 yo'q, 7,8 kerak mana, 8 mana. 7,8 qani 8. Hop, imini mana. Mana. Xohlasanglar dakanzam ushlasanglar normal foydaga chiqadi, lekin biz 1 ga 3 ishlaymiz. 1 ga 3, eng kamida 1 ga 3. Ya'ni 1 ga 3 nima degani? Stopimizga nisbatan take profitimiz necha barobar katta? 3 barobar katta. Prosta bu 1 ga 3 ishlashdagi entry mana. Buni nimaga o'rgatyapman? Nimaga indikator bilan? Men misol uchun indikator bilan qilmayman. Men o'zim ko'z bilan ko'rib qilaman-da. Prosta bu narsani sessiyalarni tushunmaydigan, sessiyalarni kuzatib turishga vaqti yetmaydigan inson foydalansa bo'ladi. Bu chista amerikanskiy vaqt bilan ishlaydigan sessiyalarni ko'rsatib turadi. Endi men faqat O'zbekistonning vaqti bilan moslaganman bir ikkita narsalarni. O'zimni sessiyalarim ishlaydiganim. Xo'p, yana ko'ramiz, yana kuzatamiz. Akajon, assalomu alaykum. Uzr gapingiz bo'ldi. Alaykum assalom. Ana, nastroykasi tashlab qo'yasizmi bizga kanalga? Tashlab qo'yaman. Bo'ldi, akajon, uzr katta. Uzr. Bilmay turinglar. Xo'p. Yana ko'ramiz, qaylar. New York PM. New York PM tugadi-da, bu yerda Aziya ochildi mana. Aziya sessiyasi. Nimani yechyapti? New York PM yechyaptimi? Mana qaylar. New York PM ni Aziya sessiyasi mana sari bor-ku, Aziya. Xo'p. Sizlar mana yechdi, bu nima bo'ldi? Ota nima edi? Rangi oranjiy, shunaqa rang bo'ldi. Oranjiy rang bo'ldi. Xo'p. Sizlar narx sekin oranjiy bo'lib, ya'ni tepadagi likvid yechildi. Tepadagi likvid mana yozib qo'ygan mana buy side sweep zone. Ya'ni buy side yechildi. Buy side yechilgandan so'ng sizlar imbalans, ya'ni pastga qarab ketayotgan orqaga retest imbalansdan kirasizlar. Xo'p, yana qiramiz, yana o'lchaymiz. Xo'p, bu option bizada stop maksimumga emas, imbalansdan bitta oldingi svechaning maksimumga qo'yiladi. Xo'p, ketdi. 1 ga 3 ishlaymiz davomimiz. Stopimiz 3 ekan. Примерно take profitimiz 10 bo'lishi kerak. Xo'p, mana. E'tibor beramiz. Keldi, narx qaraydi. Narx keldi-da, bizga 45 pips harakatlandi. 45 pips harakatlangandan keyin nima qilamiz biz? Albatta 30 pipsdan keyin o'zi bezubitga qilamiz, to'g'rimi? Bezubitga qilamiz. Narx keldi. Misol uchun bizning entrimizga, misol keldi, chiqdi, stopimizga ham turibdi. Stopimizga yetmasdan pastga qarab qoladi. Bizga smeller narx harakatlanib berdi 45 pips. Bezubitga qildik, yopmadik, chunki biz 10 punkt yopamiz dedik. Chiqdi-da, qaytib bezubitgamiz urdi. Yana kutib turibmiz. Yana kutib tomosha qilib o'tiribmiz-da, narx holatini. Yana chiqib oranjiy qildi. Ya'ni yana ikkinchi marta yechildi. Ko'rsatdi. Biz orqaga CSLga tashadi, orqaga retestdan qo'shishimiz kerak. Bu yerda ko'rishimiz mumkin M5 time frame'da imbalans yo'q. Imbalans yo'q. Endi M3 ga bitta qiziqamiz. M3 da nima holat ekan deb bitta qiziqamiz, qani? Qani bitta-da M3 mana. M3 ga qiziqib ko'ramiz.
M3'da ko'rishimiz mumkin. Bu yerda nima bor? Mana imbalans bor. Imbalans bor. To'g'rimi? Endi imbalans shuna degani, imbalans bormi M3'da? Sarg'ayib pastga qarab tushdi. Ya'ni tepadagi likvid yechildi. Tepadagi likvid yechilganligi uchun mana ya'ni baysat bizga yechilgandan so'ng, biz nima qildik? Sellga enter qildik. Xo'p, stopimiz 5 punkt, take profitimiz kamida 15 punkt bo'lishi kerak. 1 ga 3. Mana oddiy 1 ga 3 ishlash sizlarga. Mana 3 ta enter qildik. 1 2 3. Uchinchisi ham o'xshab beribdi. Hop, 4 ta enter qildik. Bittasidan mana 30 punkt, ikkinchisidan mana 8 punkt, uchinchisidan nima oldik? Uchinchisidan bezubitga oldik, to'rtinchisidan 15 punkt olib chiqib ketamiz. Hali stop olganimiz yo'q. Ketdik, yana kutamiz, qaranglar. Yana kutib o'tiramiz. Xo'p, bizga yechildi. Mana qaranglar. Yana endi nima yechildi? New York PMni low'ni aza yechyapti mana. Sariq nima bo'lyapti? Ko'karyapti, ko'rdinglarmi? Ko'karyapti. Xo'p, sizlar nima qilasizlar? Ko'karib sekin bayga chiqayotgan payt nima qilamiz? Imbalansdan qo'shilib olamiz. Imbalans tomosha qilib o'tiramiz. Ya'ni imbalans paydo bo'lishini kutib o'tiramizda, bermayapti, mana bu yerda beryapti mana. Mana bu yerda beryapti. Mana stop loss. Xo'p, endi o'lchab kiramiz yana. Xo'p. Stop loss o'lchaymiz. Stop loss qaranglar, stop loss 3.15 ekan, take profit kamida 9 bo'lishi kerak. Mana 9. 1 ga 3, 1 ga 3, 1 ga 2 demayman, 1 ga 3 ishlash. Ya'ni stop take profit ile stop iledan 3 barobar katta holatda ishlash. Mana. Ketdik. Yana kuzatamiz. Bu 5-enterimiz edi. Prosta ketdik, tomosha qilib o'tirib ketamiz. Ko'ramiz. Hech qanaqa bizga tasdiq yo'q, prosta imbalansdan. Sell side ile buy side yechilgandan keyin imbalansdan. Mana bu kun ko'rdinglar, hech qaysi bir-birini yechmadi. Ya'ni bozor o'rtada yurib qoldi mana. Endi ko'rishimiz mumkin. Keyin bitta pastga qarab ketib qoldi. Xo'p, lekin mana o'sha bizga qaraylik. Dushanba kunining o'zidan adashmasam qaraylik. Dushanba kuni o'zidan 1 2 3 4 ta setup. Dushanba va seshanba kuni opshimizni 1 2 3 4 4 ta setup qildik. 5 ta setup qildik. 4 ta take profit, bitta bezubitga oldik. Normalniy foydada. Seshanba kun bitta seshanba kun 2 ta bergan ekan, shu bilan bermadi. Chorshanba kun umuman bermadi-da. Chorshanba kun kechlikka keyin bitta berdi. Ya'ni kechqurun, prям bozor yopilishdan paytlari, ya'ni yopilib 3 ta ochilayotgan paytlarga bitta beryapti. Ya'ni New Yorkni low'ni, New York AMni low'ni New York PM yechyapti mana. New York PM yechyapti. Xo'p, sekin ko'karyapti, to'g'rimi? Ya'ni nima yechilyapti? Pastak selsida yechilyapti, to'g'rimi? Okey, selsida yechilayotgandan keyin biz nima qilamiz? Sekin imbalansdan kiramiz, davomimiz. Imbalans berishini kutamiz. Chiqyapti, sekin chiqyapti. Bu уже bizga qiyin, chunki tepaga qarab sekin yorib chiqish kerak. Mana bu yerda imbalans berdi, yorib chiqayotgan payt. Stop loss o'lchaymiz. Stop loss o'lchaymiz. Xo'p, biz yana bozorga kiramiz. Tayyorlanamiz. Stop loss 3.15 yana. Take profit 9 ga qo'yamiz. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana sizlarga setuplar. Mana shu setuplar ancha muncha setuplardan aqlli, sababi bu setuplar likvidga asoslangan. Ya'ni likvidning yechilishi buy side va sell side sweepga asoslangan. Bemalol kimda savol bor edi? Bitta savol bor edi-da. Bemalol. Imbalans deyapsiz, ustoz. Ha? Imbalans deyapsiz. Hop. Sevichcha masalan, to'liq tanasi bilan yopib bersa, u imbalans bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q. Imbalans bo'shliq degani, imbalans failga bo'shliq bo'lish kerak. Ikkita, uchta switch o'rtasida bo'lsa, o'rtadagi switchdan bitta oldingi switch uni ma'lum bir qismini qoplash kerak. Polностью qoplamasligi kerak. YouTube yozsangiz imbalans Ikkita to'liq ot. Ha, YouTube'ga tiqib yozibdi. Bo'ldi. Kimda shovqin kelyapti, iltimos. Akajon, agar hozir bizda kunda 3 ta setup bo'lsa ham, 3 ta setup ichida bittasi stop bo'lgan taqdirda ham olib ketar ekan hamma o'sha 3 ta ikkitasi. Shunaqa. Kimni savol da normalniy bo'ladi. Mana bu indikatorning nomini qaytarib yuboringmi? Eshitmay qoldim. Tashlayman, kanalga olib tashlayman. Ha, xo'p, tashlaysiz. Nastroykalarni ham tashlab qo'yasiz. Bo'ldi. Nastroykasini o'zgartirish kerak emas. Prosta shuni qo'shish kerak bo'ldi. Indikatorni ko'rsam bo'ldimi? Bo'ldi. Indikatorni qo'shsangiz bo'ldi. Prosta ranglarini o'zingizga moslaysiz. Ha, xo'p, rahmat. Qaranglar, yana sarg'ayapti, to'g'rimi? Mana hozir bunaqa paytda, mana hozir real bozor payti bunaqa bo'lmaydi-da. Mana real bozor payti sarg'ayib sekin mana bu yerga tushayotgan paytida ko'rinadi bu narsa.
Agar tepaga chiqib ketsa ko'rinmaydi. Mana biz o'sha bozordan ko'rasizlar. Ya'ni agar bu mana sarg'ayadi, ya'ni yechilganligini ko'rsatadi. Agar qaytib chiqib ketib qolsa, bu qora bo'lib qoladi. Ya'ni ishlab bermagan o'zi aytadi mana, ishlab bermagan deydi. Mana misol uchun mana. Ko'rdinglarmi? Mana yechib bayga berish kerak, bu ko'karish kerak edi. Ya'ni baysat yechilib, narxi har bayga ozgina bo'lsa ham bayga harakatlanish kerak edi, lekin ishlab bermagan. Sabab kuchli o'qish bo'lgan. Lekin kuchli o'qishdan oldin nima qilib berdi bizga? Yuqoridagi yechdi, to'g'rimi? Bu tepadagi yechildi. Mana bashir yechildi, siyosatga qarab harakatlanish kerak. Okey, yuqoridagi likvid yechildi, sarg'ayib sekin mana pastga qarab tushdi. Ya'ni tepadagi yani bizga signal berdi. Ya'ni o'sha oranjiy bo'ldi, enter beryapti. Ya'ni что bizga aytadi, tepadagi likviding yechildi deyapti. Mana rangini o'zi yerga mana bitta mo'xlisini rang dedim mana. Mana buy side'nikini men misol uchun anaqa qilib qo'yganman. Oranjiy. Sell side'nikini ko'k. Buni sen qizil, qora o'zingizga moslasanglar ham bo'ladi. Xo'p, bizga bashta yechildi, to'g'rimi? Bashta yechilgandan so'ng imbalans kutamiz. Imbalans mana imbalans M3 da. Endi stop ko'ramiz. Imbalansdan oldingi switchning maksimumiga qo'yiladi. Okey, ketdik. O'lchaymiz. Stop loss 5 punkt, take profitni kamida 15 punktga qo'yamiz. Birga uch. Endi bu yog'i nafsga qarab tortaverasiz, lekin birga uchni ko'rsatib beraman. Birga uchni. Agar bittasini bezubitga olib qo'ygan edi, ketdi mana. Keyin tomosha qilib turibmiz-da. Tomosha qilib turibmiz. U payt mana bu yerga ham mana ko'karish boshlagan, mana bu ham bor, mana ko'karish boshlagan bo'ladi. Lekin bu hech qanaqa yurib bermagan, kirmaymiz ham. Sababini aytaman. Chunki pastga qarab buzib ketyaptimi? Bizga bunaqa qilib pastga ozgina buzib, tepaga qarab bayga harakatlangan, yo'liga qo'shilib olardik, to'g'rimi? Xuddi mana bunga o'xshab, yo'li mana bunga o'xshab. Lekin pastga qarab buzyapti. Kirmaymiz. Postani kutamiz. Necha setup bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta setup bo'ldi. 6 ta setup. Hali stop olganimiz yo'q. Ketamiz degan. Bir marta bezubitga oldik. Okey. Ya'ni kutdik. Короче, keyin уже mana payshanba kun bo'lyapti. Payshanba kun mana Aziyani xayini, mana bu yerda Aziyani xayini London yechyapti. Aziyani xayini London yechyapti. Mana bu yer sekin mana sarg'ayapti. Endi qaranglar, endi sekin sarg'ayapti. Mana bizga imbalans berdi. Mana bizga imbalans berdi. Kirdik. Qarang. Kirdikda mana shu yerda bitta stop bo'lgan. Stop bo'lyapti, mana 5 punkt. Mana shu yerda bitta stop bo'lyapti. Take profit 15 bo'lardi mana. 7 ta setupdan, 8 ta setupdan bitta stop bo'ldi. 6 ta take profit, bitta bezubitga bitta stop bo'ldi. Stop ham 5 punkt bo'ldi. Hammasini aytib ketaman. Ya'ni stop olgan joyini ham, take profit olgan joyini ham. Xo'p, yana ko'raman. Baribir hech nima anaqa yo'q, 100% ishlab beradigan strategiya yo'q. Stopiga ham mana shuncha foyda oldinglarmi? Mana shuncha foyda oldinglarmi? Endi stopiga ham ko'nikish kerak-da. 5 punkt stop loss bo'lyapti. Aka, qarang, o'zi shu aytganingizni grafikdan ko'rganda mana hozir shu bitta ko'rasizmi, mana 16-may 6 dan 50 ta o'tgan vaqtda ham shunaqa bergan, lekin ancha tushib ketgan ekanda. Shunaqa, lekin hammasi ham ishlab bermaydi-da. Aha. Hali shuncha take profit oldi, ya'ni stopiga ham ko'nikish kerak-da. Mana misol uchun mana bitta stop olganman. Lekin undan oldin mana bitta qarang. Opsionni 8 ta setup, 9 ta setup, 10 setup bor. 9-ni ko'raylik, doim hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bo'l. Yana oranjiylashyapti. Biz yana imbalansdan qo'shilishimiz kerak. Mana chiqib sekin ham tuj pastga oranjiylashyotgan bo'ladi. Xo'p, okey. Stop ko'ramiz. Stopni ham tushuntiradi o'sha imbalans mavzusini YouTube'dan ko'rsanglar. Xo'p. Bizga mana sniper enter bo'lyapti, soyasini tashlab ketyapti. Stopimiz 2.5, take profitni 7.5 ga qo'yamiz. Take profit. Mana 7.5 ga qo'ydik, mana qarang 7.5 ga qo'ydik, mana tekst. Ozgina yetmasdan qaytib ketib qolgan take profit. Qarang, nechadir pips mana. Option narx bizning zonamizdan 7 punkt, tekst 7 punkt harakatlangan ekan. Lekin biz 7.5 ga take profit qo'ydik mana. Bunda qaytib chiqib bizning take profitimizni olmasdan bezubitga olgan. Lekin stop bilinglar, 7.5 punkt take profit qo'yganmiz, 7 punkt bozor yurgan. O'zi 2.43 bo'lsa, da, tekst 7 mana to'g'ri ko'rsa bo'ladi. 7.20 qo'yilishi kerak bo'lgan ekan take profit. 7.20 qo'yilishi kerak bo'lgan ekan. Tekst birga uchlanishi uchun. Va bunda qayam chiqib bezubitga olgan. Keyin endi ko'ramiz. Yana bir marta bo'lgan. O'sha bunda stop bot, mana 6 stop.
Yo'q. Ozgina misol uchun bu yerdan kelsam 5 punkt 6 punkt stop loss bor. 9 ta setup, 9 ta setup, 7 ta take profit. Yo'q, 9 ta setup, 10 ta setup, 9 ta mana yozaylik, esdan chiqib ketib qoldi. 10 ta setup, 7 ta TP, 2 ta bu, 11 ta setup bo'libdi, uzr keching. 2 ta bu, 2 ta stop oldik. 11 ta. 2 ta bu, 2 ta stop. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bot mana. Opshida mana shuncha bo'lganman. Sizlarga bir haftalik o'tgan haftadagi ishlab bergan setaplarni ko'rsatib berdim. Endi mana prosta mana tepadagi bir pips 2 pips yetmasdan take profitimizdan qaytib ketib qolgan. Bir pips 2 pips yetmasdan qaytib ketib qolgan. Agar u ham misol uchun ozgina yurganda take profit olganda bizda 8 ta take profit bo'lardi. Lekin bu yoq 10 ta analizdan hisoblansa, bolalar 10 ta analizdan hisoblansa, ya'ni mana bu qo'shilmagan mana bular 10 ta bo'ladigan bo'lsa, 10 ta analizdan 7 ta take profit, 2 ta bezubitga, bitta stop bo'lgan bo'ladi. Bu degani kamida 70% o'xshab beryapti take profit darajasi. Agar bezubitkani ham minusga qo'shmaydigan bo'lsak, bu degani 90% sizlar minussiz chiqasizlar degani. 10 ta setapdan. Kimni Savol bermaylimi? Bemalol o'qi. Shu imbalans 3 minutlikda hammasini 3 minutlikda ko'rib chiqdingiz, to'g'rimi hozir? Shunaqa o'qi 3 minutlik. Agar 3 minutlik qarab turasiz, 3 minutlik yo'q bo'lsa, o'qi ozgina bitta katta time frame'ga qarab qo'yasiz M5 ga. Lekin 3 minutlik ideal, o'qi. 3 minutlik ideal. Reально. Tushunarli. Endi bittasiga bog'lanib qolsam xatomi deb o'ylayman-da, shunday so'radim. Yo'q, o'qimas. Misol kanaldagi signallar misol uchun 3 minutlar beriladi-yu. Bo'ldi, rahmat. Javob uchun. Savolim bor edi, maylim. Bemalol. Mana bu ko'k bo'lishiga bayga, sara bo'lishiga selga kirib ketmaymiz ekanda, imbalans bo'lishi kerak ekan, yo retestdan kirish kerak ekanda. Albatta. Shuni prosta tak kirib ketib bo'lmaydi. Ya'ni prosta kirsa u bestasida ishlar bo'ladi. Ya'ni buni o'rgatishdan maqsad, ya'ni bu eng kuchli narsalardan bittasi, ya'ni sizlarga likvid temasi o'tilyapti. Ya'ni likvid bo'yicha intera qolasizlar. Siz takka ko'karsa, misol uchun oranjiy bo'lsa emas, bular prosta san likvid bo'lganini ko'rsatadi. Sizlar qidirib o'tirmaysizlar. Mana bu yerda yechilgan ekan, mana bu yerda Aziyani high ekan, mana bu yerda Londonni low ekan deb qarab o'tirmaysizlar. Buni o'zi ko'rsatadi sizlarga, aytadi mana. Mana bu yerda aytayapti mana. Mana bu yerda aytayaptiki, Londonning high'ini deyapti. Amerika AM 7 ta deyapti. Bu o'zi aytib o'tadi sizlarga. Qidirib o'tirmaysizlar, chizib o'tirmaysizlar. Buni o'zi sizlarga podleshka qilib turadi, ya'ni yordamchi. Aka, bu indikator faqat tillarda ishlaydimi, Bitcoinda ham boshqa parollarda ham ishlaydimi? Men tillarda ishladim faqat, o'qi. Bitcoinga set nima qilib backtest qilib ko'rish kerak, o'qi. Rahmat. Abduxoliq aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Imbalans detektor Luxalgon qo'shib ishlatsa bo'ladimi topishga? Yo, imbalans o'zi topganingiz ma'qul, o'ki. Chem indikator qo'shgandan ko'ra? Da, o'ki. Buni ham o'zingizlar topganinglar ma'qul, lekin o'zingizlar topsanglar qiynalib qolasizlar vaqtlariga. Rahmat. Sizlar ham inson o'zini topish kerak. No, baribir odam nima desam, vaqti bo'lmay qoladi, ili qiynaladi o'ki sessiyalarni topishga. Chunki misol uchun vaqt qiyinroq, aniqroq. Chalg'iydi odam. Chunki bunaqada, misol uchun sizlar soat 5 ta Amerika kiradi, to'g'rimi? 5 ta sizlar New York yopiladi. Yo'q. London yopiladi deb o'ylaysiz. Yo'q. London davom etayotgan bo'ladi-da. London 7 gacha davom. Amerika kirdi degani London yopildi degani emas-da, chalg'iysizlar. Amerika boshlangan payt ham London davom etayotgan bo'ladi-da. U degani Londonning high aniq emas degani. Agar buy yurayotgan bo'lsa. Sell yurayotgan bo'lsa, Londonning low aniq emas. Bu sizlarni chalg'itadi o'zingizlar uchun. Bu prosta o'zingizlar ko'rsatib turadi. Bu degani endi bu ham misol uchun 10 tadan 9 ta zo'yaq ishlab berdi, full kirish kerak degani emas. Buni maslahatim, mana o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib, keyingi hafta demolarda yoki backtest ko'ringlar. Keyin albatta ishlatinglar. Men o'rgatayotgan narsalar lekin sizlarga oddiy narsalar emas, yoki ishlab bermaydigan prosta narsalarni o'rgatmayman. Chista o'zimiz ishlatgan narsalarni, ishlatadigan narsalarni ko'rsatib beraman. Prosta bu narsalarni men o'zimning analizimga qo'shimcha tasdiq sifatida ishlataman. Mana sizlarga o'rgatgan paglasheniya ham misol uchun bu
ya'ni Asian Solution Range hammasi tasdiq. Bir-biriga ulab ishlatamiz. Kimdadir nima savollar bo'lsa bemalol agar men sekin anaqani tugataman. Aka bunga ana